10 marta kompyuter qildiring, 20 marta legirovka qildiring, probeg bermaydi. Mana shu propan balonimiz ichida armatura krandi, trubkasi ko'tarilib qolsa. Propanda yurgan shopir akalar hozir ko'pchilikda shu muammo bilan kelishyapti. Probegim kam yuryapti deb kelishyapti. Buni eng katta sabablaridan bittasi mana shu balonda ichida trubkamiz bo'ladi. Bunga hech kim e'tibor bermaydi. Hozir bu mashinamizdan kranni yechib, bu kesilgan balonimizga qo'yib qo'ydik. Mana trubka ko'tarilib turibdi. 48 talik balon 350-300 kilometrda tugayapti. Zapravkaga kirsa, shu 35 ta 36 ta bilan to'layapti. Bunga sabab ichida aslatga qolib ketyapti. Bunga trubkasi ko'tarilib qolgan. Buni qanaqa qilib tekshirsa bo'ladi deganlarga, masalan 48 litrli balon gazni oxirigacha yurib tugatasizlar. Zapravkaga kirishdan oldin iloji bo'lsa havosini chiqarib, havo chiqaradigan kranni 0 qilib olib kirib, gaz quyib ko'rasizlar. Masalan 45 litr atrofida 44 ta 45 ta olsa bu normal. Agar 40 tadan past oladigan bo'lsa, trubkasi aniq ko'tarilib qolgan bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta ekranni qizartirib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.